hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun biz nazorat tadbirlarimiz davom etmoqda. Samarqand viloyati Pastdarg'om tumani Go'zalkent M tipi K. Eldar fermer xo'jaligini paxta maydoniga begonotlarga qarshi defensiv ultra preparatini qo'llash uchun kelganmiz. Bugungi kunda paxta maydonimizdagi begonotlarning holati mana shu holatda turibdi. Bunga qarshi samarali preparat bo'lgan defensiv ultra preparatini gektariga 1 litrdan rasvot qilib qo'llaymiz. Mana bugungi kundagi paxtani ham holatini, begonot holatini tasvirchimizdan iltimos qilamiz. Bitta ko'rsatishini so'raymiz. Endi dorini tayyorlash jarayonlaridan sizlarga lavhalarni ko'rsatamiz. Pastdarg'om tumaniga ham yetib keldik. Paxta maydonidagi begonotlarga qarshi defensiv ultra preparatini qo'llash uchun kelganmiz. Hozir dorilarni tayyorlash jarayonidan lavhalar qo'yib, dorini sepish jarayonlari hammasini video davomida ko'rasiz. Keling. Ketdik. Mana defensiv ultra preparatini tayyorlash jarayonlarini boshladi. Ko'rsatamiz o'lchagichimizni. Mana, qop-qorasi 1 litr. Endi satilga solib, yaxshilab aralashtiramiz. Bitta qo'shimcha. 5 minut qo'zg'ab, keyin ovuqa purkagichimizga solamiz. Mana 300 litr suv bor. 1 gektar maydonga sepadi. Mana 300 litr suv. Dorimizni solish jarayoni. 10 pushtan ham aytib ket. Aka sizdan iltimos bo'ladi. Orada jo'ya qolib ketmasligi uchun 10 pushta ya 9 pushta atrofida qaytasiz. Ko'p joylarda ovuqa kenish olib ketyapti. Orada 2-3 ta jo'ya qolib ketib, o't o'sib ketishiga sabab bo'ladi. Shunga e'tiborli bo'ling. Sizdan ham iltimos, ham talab aka.